Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi mavzu parallel fayl tizimlari. XTIS, Lustre, Data Locality va XPT uchun innovatsiyalar. Parallel fayl tizimlari, masalan, XTIS va Lustre yuqori samarali hisoblashda muhimdir. Ular ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida minglab tugunlarga tarqatib, tezkor kirishni ta'minlaydi. Data Locality konsepsiyasi ma'lumotlarni hisoblash tugunlariga yaqin joylashtirib, samaradorlikni oshiradi. Bu esa ilmiy tadqiqotlar va katta ma'lumotlar tahlilida muhim ahamiyatga ega. Parallel fayl tizimlari zamonaviy yuqori samarali hisoblash infratuzilmasining muhim komponenti hisoblanadi. Ular minglab hisoblash tugunlariga bir vaqtning o'zida yuqori tezlikda va samarali ma'lumotlarga kirish imkoniyatini yaratadi. Ushbu tizimlar ilmiy tadqiqotlar, sun'iy intellekt modellarini tayyorlash hamda katta ma'lumotlar tahlilida keng qo'llanilib, hisoblash jarayonlarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, parallel fayl tizimlari ma'lumotlarning ishonchliligi va uzluksizligini ta'minlab, katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Parallel fayl tizimlari bir nechta mijozlarga bir vaqtda faylga kirish imkonini beradi. Ma'lumotlarni parallel ravishda o'qiydi va yozadi. Ma'lumotlar bloklarga bo'linib, ko'p serverlarda saqlanadi. Bu esa yuqori o'qish yozish tezligi va past kechikishni ta'minlaydi. Bu yondashuv kirish-chiqish operatsiyalarining o'tkazuvchanligini oshiradi. Lustre fayl tizimi 2003 yilda yaratilgan va tezda yuqori samarali hisoblash sohasida standartga aylandi. Bugungi kunda dunyodagi superkompyuterlarning 80 dan ortigida Lustre ishlatiladi. Lustre 2.1 versiyasi non-volatile memory express to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlash va persistent klient-tachi xususiyatlari bilan tarmoq yukini kamaytiradi va qayta ishlash vaqtini qisqartiradi. Zamonaviy yuqori samarali hisoblash infratuzilmasi ilmiy tadqiqotlar, iqlim modellashtiruvi, genomika va sun'iy intellekt kabi sohalarda inqilobiy yutuqlarga asos bo'ladi. Ushbu infratuzilma millionlab hisoblash yadrolari o'rtasida katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va samarali tarqatish hamda yegish imkonini yaratadi. Bu jarayon parallel fayl tizimlari orqali amalga oshiriladi. Ular ma'lumotlarning uzluksizligi va tezkorligi uchun zarur muhitni ta'minlaydi. Natijada hisoblash quvvati va ma'lumotlar oqimi yuqori darajada sinxronlashtirilgan holda murakkab vazifalar samarali hal qilinadi. Hadoop Distributed File System XTIS Apache Hadoop ekotizimining markaziy komponenti bo'lib, katta hajmdagi ma'lumotlarni ishonchli va samarali saqlashni ta'minlaydi. XTIS ma'lumotlarni kichik bloklarga ajratib, ularni ko'p sonli serverlarga taqsimlaydi. Shu bilan birga replikatsiya mexanizmi orqali ma'lumotlarning butunligi va uzluksizligini kafolatlaydi. Bu yondashuv katta ma'lumotlar tahlilida yuqori ishlash tezligi va barqarorlikni ta'minlaydi. Shuningdek, XTIS kengaytirilgan arxitekturasi va xatolarga chidamliligi tufayli tarqatilgan hisoblash muhitlari uchun ideal yechim hisoblanadi. XTIS ma'lumotlarni kichik bloklarga bo'lib, ko'p serverlarga tarqatadi va parallel qayta ishlaydi. Replikatsiya orqali ma'lumotlarning ko'p nusxalari saqlanib, ishonchlilik oshiriladi. Biroq, yuqori kechikish va tarmoq yuklanishi yuqori samarali hisoblash ilovalari uchun cheklov yaratadi. Shuning uchun Lustre kabi parallel fayl tizimlari afzalroqdir. Tarqatilgan fayl tizimlari ma'lumotlarni mustaqil tugunlarga taqsimlab, replikatsiya orqali ishonchlilikni ta'minlaydi va tarmoqqa bog'liq ishlaydi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash uchun qulaydir. Parallel fayl tizimlari esa bir nechta tugundan bir vaqtning o'zida ma'lumotlarni o'qish imkonini berib, yuqori tezlik va past kechikishni ta'minlaydi. Ular yuqori samarali hisoblash va ilmiy hisoblash sohalarida optimallashtirilgan bo'lib, resurslarga muvofiqlashtirilgan kirish nazoratini taqdim etadi. Ushbu tizimlar zamonaviy hisoblash infratuzilmasining ajralmas qismidir. XTIS va Lustre fayl tizimlari arxitekturasi farqlanadi. XTIS markaziy metadata server bilan ishlaydi. Lustre esa metadata va obyekt saqlash serverlarini ajratadi. Unumdorlikda parallel tizimlar yuqori IO tezligida ustun, distributed tizimlar esa miqyoslilikda kuchli.
FTS katta ma'lumotlar tahlili uchun, Lustre real-time hisoblashlar uchun mo'ljallangan. Lustre fayl tizimi yuqori samarali hisoblash muhitlari uchun mo'ljallangan bo'lib, katta hajmdagi ma'lumotlarni petabaytlab saqlash va o'nlab gigabayt soniya tezlikda uzluksiz qayta ishlash imkonini beradi. Uning moslashuvchan arxitekturasi turli hisoblash talablariga javob berib, kengaytiriluvchanlik va yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Lustre ilmiy tadqiqotlar, simulyatsiyalar va katta ma'lumotlarni tahlil qilishda keng qo'llanilib, zamonaviy superkompyuter infratuzilmasining muhim komponentiga aylangan. Lustre ochiq manba sifatida yuqori samarali hisoblash muhitlarida kengaytiriluvchanlikni ta'minlaydi, katta hajmli ma'lumotlar va minglab mijozlarni qo'llab-quvvatlaydi. Microsoft Azure'da boshqariladigan Lustre xizmati xavfsiz va kengaytiriladigan saqlash yechimini taklif etadi. Dunyoning eng tezkor superkompyuterlari Lustredan foydalanib, petabaytlab ilmiy ma'lumotlarni qayta ishlaydi. FTP uchun parallel fayl tizimlari fayllarni kichik bloklarga bo'lib, ko'p saqlash serverlarida tarqatadi. Bu har bir mijozga o'z blokini mustaqil o'qish va yozish imkonini beradi, yuqori parallel o'tkazuvchanlikni ta'minlaydi. Markazlashtirilgan yoki tarqatilgan metadata serverlari fayl tuzilmasi va ruxsatlarni boshqaradi. Past kechikish va yuqori o'tkazuvchanlikni ta'minlash uchun Remote Direct Memory Access va Non-Volatile Memory Express texnologiyalaridan foydalaniladi. Data locality konsepsiyasi ma'lumotlarni hisoblash resurslari yaqinida saqlashni ta'minlaydi. Bu esa tarmoq yukini kamaytiradi va tizim samaradorligini oshiradi. Hisoblash jarayonini ma'lumotga yaqinlashtirish orqali tezlik oshadi. Kesh va xotira iyerarxiyasidan samarali foydalaniladi. Zamonaviy Peak Performance Computing arxitekturalari Non-Uniform Memory Access va Smart Data Placement texnologiyalaridan foydalanadi. Data locality strategiyasi tarmoq trafigini sezilarli darajada, ya'ni 75 gacha kamaytirishga imkon beradi. Bu esa lokal ma'lumotlarga kirish tezligini 3 barobar oshiradi. Ma'lumotlarni ko'chirmaslik orqali energiya sarfi 40 gacha qisqaradi. Bu Peak Performance Computing tizimlarida samaradorlik va ekologik barqarorlikni yaxshilaydi. Ushbu yondashuv tarmoq yukini kamaytirib, hisoblash resurslarining optimal ishlatilishini ta'minlaydi va katta ma'lumotlar muhitida samarali ishlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. Parallel fayl tizimlarida metadata boshqaruvi katta muammo. Katta hajmdagi fayllar metadata serverlariga yuk tushiradi. Duplex texnologiyasi ikki metadata serverini parallel ishlatib, yukni balanslaydi. Adam esa metadata yukini avtomatik tarqatib, kechikishni kamaytiradi. Katta Peak Performance Computing markazlarida tarqatilgan metadata arxitekturasi va intelligent touching samaradorlikni oshiradi. Google Cloud Managet Lustre bulutda yuqori samarali hisoblash uchun yuqori samarali saqlash xizmatini taqdim etadi. Genomika va molekulyar modellashtirish loyihalarida qo'llaniladi. Den Infinia va Citon platformalari eHabite miqyosida saqlash va yuqori o'tkazuvchanlikni ta'minlaydi. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish loyihalarida keng qo'llaniladi. Seismik tahlil va iqlim modellashtirishda real-time ma'lumot qayta ishlash imkonini beradi. Parallel fayl tizimlari GPU va heterogen arxitekturalar uchun optimallashmoqda. Pudret storage orqali ma'lumotlar o'tkaziladi. Bulut va on-premises integratsiyasi gibrid muhitlari uchun saqlash yechimlarini taqdim etadi. AI yordamida boshqarish predictive touching va intelligent data placement orqali ma'lumotlar oqimini avtomatlashtiradi. Kelajakda kvant hisoblash va 6 tarmoqlari bilan integratsiya kutilmoqda. Ehastali hisoblash yangi avlod superkompyuterlari yordamida sekundiga 10-18 operatsiyani amalga oshirishni maqsad qilgan. Ushbu darajadagi hisoblash tezligini ta'minlash uchun parallel fayl tizimlari yuqori o'tish qobiliyatiga ega bo'lishi zarur. Intel Optane kabi persistent memory texnologiyalari xotira va doimiy saqlash o'rtasidagi bo'shliqni bartaraf etib, ma'lumotlarga kirish kechikishini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu esa hisoblash tizimlarining umumiy samaradorligini oshiradi va yangi hisoblash imkoniyatlarini yaratadi.
Parallel fayl tizimlari O'zbekistonda milliy ilmiy markazlar uchun zarur infratuzilma hisoblanadi. HITVIS va Lustre asosida mahalliy universitetlar katta ma'lumotlar tahlili va ilmiy hisoblash loyihalarini amalga oshirishi mumkin. Zamonaviy ma'lumotlar markazlari va ilmiy hisoblash klasterlari genomika, iqlim tadqiqotlari va sun'iy intellekt sohalarida yutuqlarga erishishga yordam beradi. Parallel fayl tizimlari zamonaviy yuqori unumdorlikdagi hisoblash uchun asos bo'lib, ilmiy kashfiyotlarni tezlashtiradi va petabaytlab ma'lumotlarni qayta ishlash imkonini beradi. Hadoop Distributed File System katta ma'lumotlar uchun ishonchli saqlashni ta'minlaydi. Lustre esa yuqori unumdorlikdagi hisoblash uchun yuqori tezlik va past kechikishni beradi. Ma'lumotlarni hisoblashga yaqinlashtirish va samarali metodda boshqaruvi tizim unumdorligini sezilarli oshiradi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.